Koreyada kompaniyalarda ishlashning foydalarini bugun sizlarga aytib bermoqchiman. Boshladik. Qo'shimcha oylik nima degani? Misol uchun siz koreyskiy kompaniyaga ishga kirsangiz, 1 yildan oshiq ishlagan bo'lsangiz, va ishdan chiqib ketyapsiz. Kompaniya sizga ishlayotgan oyligingizni 1 yilni ustiga sovg'a qilib berish kerak. Bu majburiy. Agar buni kompaniya to'lamasa, siz kompaniyani ustidan davlatga shikoyat qilib, pulingizni undirib olishingiz mumkin. Albatta davlat buni to'laveradi. Bayram sovg'alari. Sollal, chusok. Yilda 2 marta kompaniyalar, hamma kompaniya emas, lekin 80% kompaniyalar o'zining ishchilariga shu bayramlarda sovg'alar tarqatishadi. Ba'zilari sovg'ani o'rniga pul berishadi. Ba'zilari spam to'plami, spam bu cho'chqa, o'shaning uchun kompaniyaga kirganingizdan keyin cho'chqa yemayman deb aytib qo'yishingiz kerak. Ofisdagi qulayliklar, bepul kofe, snacklar va ba'zida kompaniyangiz yaxshi kompaniya bo'lsa, abitingizgacha to'lab berishadi. Siz faqat ishingizni qilasiz. Ish va rivojlanish. Agar birorta kurs yoki yangi dasturni o'rganmoqchi bo'lsangiz va bu ishingizga kerak bo'lsa, kompaniya shu kursni yoki dasturni to'lovini qilib berishga majbur va qilib beradi. Bu hamma uchun emas. Bu agar mabodo yaxshi kompaniyaga kirsanglar, ba'zilar shunaqa imtiyozlar beradi. Misol uchun, meni oldingi ishlagan kompaniyalarimdan birida fitness pulini to'lab berishgan. Maza qilib fitnessga borganman. Qolgan kuningizda sizni ertaroq jo'natib yuborishi mumkin yoki sovg'alar berishi mumkin. Bu ham albatta kompaniyaga qarab har xil, lekin yaxshi kompaniyalar yaxshi ishchilarni motivatsiya qilishga harakat qilishadi. Iloji boricha ba'zi kompaniyalar nafaqat tug'ilgan kuningizda, balki oyning oxiridagi jumada erta jo'natib yuborishadi, oilangiz bilan ko'proq vaqt o'tkazing deb. Bu albatta yaxshi kompaniyaga kirishingizga bog'liq. Stock optionlari, kompaniyalar yoki startaplar kompaniyaga qanchalik muhimligingizga qarab sizga stock optionlari berishi mumkin va bu kelajakda katta pulga aylanishi mumkin. Bonus saxiy boshliqlar, bitta tanishimni esimda bor, o'sha kompaniyada ishlayotganida yaxshi ishlagani uchun iPhone'ning oxirgi versiyasini olib bergan o'sha paytda. Hammamiz wow deganmiz. Yana ozgina vaqt o'tib keyin qimmat bir brendli nima edi, kashlyoklar olib berishgan. Bu endi siz yaxshi ishlasangiz, yaxshi yordamlar chiqib, sizni mukofotlash yaxshi ko'radigan insonlar ham chiqadi. Koreyada bilsanglar 3 oylik sinov muddati bor. 3 oylik sinov muddatidan o'tganingizdan keyin ishchilarni osonlikcha ishdan bo'shatib yubora olmaydi. Aniq dalil va sabablar ko'rsatmasa, sizni ishdan bo'shatib yubora olmaydi. Agar mabodo shunaqa holat bo'lsa, siz o'sha kompaniyani ustidan yozib, pul undirib olishingiz ham mumkin. Nohaqlik qilishgani uchun. Koreyada ish madaniyati qiyin. Keyin xodimga g'amxo'rlik qilish Koreya madaniyatiga kiradi bu ham. Agar shunday videolar yoqqan bo'lsa, like va komment yozishni unutmang. Agar siz ham musofir bo'lsangiz, boshqa davlatni kompaniyasida ishlayotgan bo'lsangiz, o'sha davlatda qanday imtiyozlar bor? Shular haqida ham agar kommentariy yozsanglar, menga ham foydasi tegan bo'lardi.